Assalomu alaykum, saxovat karvon obunachilar, sog' omonmisizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa yana toza yangilik sizlarga. Alloh rozi bo'lsin shu pechakka insonlardan. Hurmatli obunachilar, pechimiz keldi. Masalan, shu pechakka insonlara. Assalomu alaykum buva. Va alaykum assalom. Ammo yuribmisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Pechak keldingizmi buva? Alloh rozi bo'lsin shu pechakka insonlardan. Hurmatli obunachilar, pechlarimiz keldi. Ana taraf o'tlama qilib o'tibdilar, hurmatli obunachilar. Hozir o'tirib uni bitabsiz yo'yazaman. Keluvchilar ham keldi, hurmatli obunachilar, xudo xolasa yana. Qo'ldan kelgancha duo qilib qo'ysangiz, inshaalloh xudo xolasa qolganlar ham befarq qarab turmas. Bunday ishga boshqa bo'lish kerak, rahmat sizlarga. Eng? Boshqa bo'lish kerak. Alloh rozi bo'lsin buva. Ro'za kunlari yaqinlashib Xudo xolasa. Alloh taolo qabul etgay. Ilohim aytganingizga shu. Sizlar ham shu sog' salomat yurgaysizlar. Rahmat bu. Rahmat bu. Alloh rozi bo'lsin. Rozi bo'linglar, hamma rozi bo'lsin. Sog' bo'lasiz. Hozir bir mut bu oyunda xudo xolasa bular bir jo'gazib bering obunachilar, davom qildiramiz deymiz. Suhbatimiz ekan. Hurmatli obunachilar, yana ko'rganlaringizni bana ichini o'tlama qilib o'tdilar. Ustam keldi. Ustamimiz ham duo qilib qo'ysalar, shu ehson bilan qo'ldan kelsa qo'l ko'mak qilib qurib beraman deb turibdilar. Yana ustalar, ikki pechimiz ham keldi. Usta bu, ikki pech ham shu hang. Ikki pechimiz ham ish xudo xolasa. Ikki pech bang? Ha, ikki pech shunday, Honda. Ya, pes deysizmi? Axı bu yaxın spon üstüne çıkan lekin götürürler axı bu. Hozir peste duruptu baka. Eleştirme etmişsiz, şiir üstünde durupsuz. Yok o deyin, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, duo qilib qo'yasizlar shu ustamız ham, pechappa insonimiz ham duo qilib qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin shulardan. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa aytdim-ku, bundan buyon tarafına befarq qarab turmaydilar. Alloh taolo egam shura nazarini sarab turgan ekanlar. Hammasi bitadi. Hurmatli obunachilar, delimiz ham xudo xolasa yana panellarni rekalarni tuzib boshladilar. Shular ham duo qilib qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin ustalardan. Hormasinlar, assalomu alaykum. Boshlab berdingizmi xudo xolasa? Bir sho'r bilan boynimiz qoladi, ha, xudo xolasa. İnşallah bir gün biteden oldu yine hurmatli obunachilar. Bugün şu gipsak kadar o'zina qaratib qo'yamiz. Şu boynimiz bilan ishor qalbadi hurmatli obunachilar. Qolgan yillari hammasi rekasi tuzilgan turibdi. Xudo xolasa. Bir yandan endi günden güne işimiz gözüne yurib boraveradi odamlar. Qo'shib chiroq ochib kelyapti hurmatli obunachilar. Shu qo'ldan kelsa shu qo'l ko'mak qilib turganlari, ihson tashab turgan insonlarga duo qilib qo'yinglar. Yosh ulug' insonlar. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Xudo xolasa. Ertang iloji bo'lsa hurmatli obunachilar, qo'l ko'mak beraman degan insonlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Bu fasadimizning piltishnikilarini xudo xolasa oldirib berajakman. Kimda kim gelip kömek qilaman desa hurmatli obunachilar, bemalol gelip qilaverasizlar. Fasadimizning piltishnikilarini uramiz xudo xolasa. Bu hurmatli obunachilar, deyshon bo'lgani shamolda sabikib quribdi deyshon. Alloh rozi bo'lsin shu ihson sevar insonlardan. Shular ham duo qilib qo'yar, shu piltishnikilarimiz hep inson ham duo qilib qo'yinglar. İnşallah xudo xolasa hammasi tez bitadi endi bu yandan. Yaxshi aka, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lg'aysiz. Hurmatli obunachilar, duo qilib qo'yinglar shu inson ham. Şöyle bilan qo'ldan kelgancha ko'mak etib ina tashlab ketdilar. Alloh rozi bo'lsin shu insondan ham. Sog' bo'lg'aysizlar. Xudo xolasa ko'rib turganlaringiz yine pechimiz, iki pechimiz ham yetkidin keluvchi keldi hurmatli obunachilar. Alloh taolaga aytdim-ku, yaxshi niyat qilsangiz, inshaalloh Alloh taolo egam shura yetiradi. Chunki bir haqiqatan ham hurmatli obunachilar, ihsonga muhtoj oila hurmatli obunachilar. Ko'rib turganlaringizdek, Alloh taolo egam shura qarab turgan ekan, hech kim bee'tibor qolmaydi hurmatli obunachilar. Shu ihsonga muhtoj oilaning duolarini olib qo'ysak, inshaalloh savob ishga qo'l urib qo'ygan bo'lamiz. Xudo xolasa yine ko'rganlaringizdek, ishlar ham bityapti. Ben ertaga xudo xolasa atab neyse usta kelsa, inshaalloh xudo xolasa ishonlar ham qurgandan bir an ishon taraflarning spakovkalarini, nelerini boshlab beramiz hurmatli obunachilar. İşlerini hörem qo'l ko'mak etaman degan insonlar bo'lsa, xudo xolasa ikkinchi yildan bemalol kelaverasizlar. Ikkinchi yil uning ham materialini oldirib beraman xudo xolasa. Chunki ikkinchi yildan ertang o'tirib bo'lsalar, 2 gün kurtup olsak, gelsangizlar bir planlashtirib, nav gerekliklerini bir planlashtirib qo'ysak, 3-cü gündən başlap xudo xolasa adam bilan işləri bismillah başlab beraveramiz. İnşallah xudo xolasa. Allah razı olsun şu ustalardan. Hurmatli obunachilar, joyimiz shifr ham ajoyib bo'lib bitdi yine.
Oygul apam neydi Atabak? Atabak aka. Oygul apam neydilar? Gelin qani bir obunachilar bilan so'rashing qani bir duo qilib bering qani bu. Oydinmisiz? Geling o'zi ne aytaman, quvondik aytaman aladi keling. Siz bir yana keling bu. Oydinmisiz? Assalomu alaykum. So'rashib beravering obunachilar, kamera tutma. İraatını obunachilar işiniz ondan geleverge Xudoyim. Xudoyim do'p toshib yuravergaysizlar. Boy mana bir sağ-salomat bo'lib do'p toshib bir to'y etib o'tirmak hammaga nasib bo'lsin. Amin. İşiniz ondan geleverge Xudoyim. Allohu akbar. Duolarınız ijobat bo'ladi. Bu Qur'on tilovat ham qilib bering bilsangiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadallezine eseti amma yasifun. Elhamdülillah be olam başlar. Obunachilar Xudoyim ishini ondan geleverge. Xudoyim do'p toshib yuraverge nasib etgan. Xudoyim to'ylar bo'lganlar. Allohu akbar. Duolarınız ijobat bo'lsin buğa. Allah razı olsun. Şu ihsansever insanlardan hürmetli obunachilar yine. Xudo xolasa hurmatli obunachilar yine uzaktan joyimizni ko'rinishi hurmatli obunachilar. Dim bir ajoyib bo'ladi. Xudo xolasa fasad tarafini Pritishni kilaylarini ursak hurmatli obunachilar, joyimiz shuningdek bir chiroq ochadi inshaalloh. Xudo xolasa bu yerdan befarq bo'lmanglar hurmatli obunachilar. Qo'ldan kelsa shu ihsansever insonlarga videolarimizni tashlab qo'ysangiz-da, inshaalloh bu tarafdagi qolgan shu materialimizdagi qarzimizni tez kunda suvamizda niyatimiz bor hurmatli obunachilar. Befarq bo'lmanglar. Inshida hurmatli obunachilar, iloji boricha bir kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, ihsansever insonlarga duo qilib qo'ysak, inshaalloh girib kommentariyamizni o'qigan, videomizni ko'rgan insonlar befarq o'tmaydi hurmatli obunachilar. Chunki hammaga duo kerak. Hamma duo bilan ko'karadi hurmatli obunachilar. Duosiz hech kim qachon ko'kargan emas. Qadimgilar aytgan gapi bor. Pul alma duo al deb qo'yibdi. Hurmatli oltin alma duo deb qo'yibdi. Duoda gap ko'p hurmatli obunachilar. G'oyibdan shu barakatini beradi. Kim bo'lishini qatnashadi. Kasbingiz bilan yo siz bir tadbirkormisiz, boshqamisiz? Alloh taolo ham shu duo olib turgan insonlarga albatta barakatini beradilar. Chunki duo o'qilgan yerda Alloh taolo ham nazarni soladilar. Allah razı olsun barchangizdan hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar esa iloji bo'lsa boshqa o'zgarishlar bo'lsa sizlarga yangiliklar yana qo'limdan kelsa sizlarga chiqarib boraman. Hozircha videomizni shu bilan yakunlaymiz hurmatli obunachilar. O'zgarish bo'lmaydi bo'lsa eski efirimizga tayyorgarlik ko'ramiz. Barchangizdan Alloh razı olsun hurmatli obunachilar. Like'larga bosib o'z fikringizni kommentariyada yozib qo'yish esdan chiqmasin. Ham qo'lingizdan kelsa iloji bo'lsa men sizlarga sababchi bo'lganingiz, sizlar ham bir insonga sababchi bo'lib qo'yinglar. Videolarimizni ihsansever insonlarga tarqatib qo'yinglar. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin hurmatli obunachilar. Sog' omon bo'lgaysizlar.